لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن مبينا وتبيانا لكل شيء، وأرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا ونذيرا. وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. مهربان شفقتlik, hammaga mehribonlik qilg'uchi, mu'minlarga alohida rahm qilg'uchi, o'zi katta, hamma shayga mehribon bo'lgan, amaliyotda rahim shafqat qilg'uchi Allohning nomi bilan boshlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Qur'oni Karim oyatlaridan sura Fatihadan bir oyat bo'lib, ham shunaqla 113 suraning beshidagi ikki suraning arasini ayiradigan ayrıg'uchi oyat. Ham Naml surasining 30-oyatidan bir oyat. Allah subhanahu wa ta'ala Naml surasidagi innahu min Sulaymana va innahu bismillahirrohmanirrohim. Haqiqatan u xat Sulaymon alayhisalomdan avatilgan xat. Haqiqatan Allohning nomi bilan boshlayman. U Alloh hamma shayga mehribonlik qilg'uchi, amaliyotda rahim shafqat qilg'uchi Alloh deb Sulaymon alayhisalom o'z yozgan xatni Bismillahirrohmanirrohim bilan yozib avatgan. Demak, Bismillahirrohmanirrohim sura Namlning 30-oyatidan bir oyat. Yana Bismillah degan vaqtimizda Bismillahirrohmanirrohimni iroda qilamiz. Xuddi tahlil aytdi degan vaqtimizda la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqalar yo'q, cho'qinishga, ibodat qilinishga haqli bo'lgan yolg'iz yagona bir Alloh lamba deb tavhid aqidasiningki asosi bo'lgan la ilaha illalloh iroda qilingandek Bismillah degan vaqtimizda mehribon shafqatlik Allohning nomi bilan boshlayman degan iborat Bismillahirrohmanirrohim iroda qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qancha o'rinlarda Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlagan. Masalan, tarat olgan chog'da Bismillah bilan boshlagan. Ashab-ı Sunan rivoyat qilgan hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qildi. Abu Hurayra mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: La salata liman la wudu'a lahu va la wudu'a liman lam yazkur ismallohi alayhi. Namaz ado olmaydi, tarat yo'q. Tarat olmay namaz o'qigan odamning va olgan taratida Allohning ismini zikr qilmay Bismillahirrohmanirrohim demay olgan tarat komil taharat bo'lmaydi degan. Bo'g'izgan chaqda va u o'lgan chaqdimi Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrohmanirrohim deyishga buyurgan. Allah subhanahu wa ta'ala dedi: Estağfirullah. Ve la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ve innehu lafisqun. Allah subhanahu wa ta'ala bunday degan: Ve la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ve innehu lafisqun. Sura An'am 121-oyat. Sizlar Allah subhanahu wa ta'alaning ismi so'zlanmagan, Allah Ta'ala'nın ismi sözlenmey, her xil yalgan ilahlar, but heykeller, Allah'a şirik keltirilgen narsalarning isimleri sözlengen, Allah Ta'ala'ga şirik keltirilgen narsalarning isimleri sözlenip bo'g'izlangan mundaq narsalarni yemanglar. Hakikaten Allah Ta'ala'nın ismi sözlenmey, but heykel,
her türlük Allah'a şirk keltirilgen narsalarning ismini so'zinib o'ltirilgan narsani ish albatta Allah Taalaga qarshi chiqqanlik, Allah Subhanahu va Taalaga shirk keltirganlik. Yine Allah Subhanahu va Taala dedi: "Fakulu mimma amsakna alaykum vazkuru ismallahi alayh." Sura Maide 4. ayet. Sizlarga o olaydigan itlar tutib bergan onu yangla ve sizlar o olaydigan itni o olashga qo'yib o'tachinglarda bismillah deb Allohning ismini tilga ilib qo'yib o'tinglar dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yemigin. Rasululloh sening itinga bismillah deb qo'yib o'tding. Boshqa itga bismillah deb qo'yib o'tmading dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam og'riqdan shifo tepish ve kasaldan shifo tepish uchunmi bismillahni o'qigan. İmam Müslim Osman ibn Abil Asis Saqafi raziyallohu anhudan rivoyat qilib, Osman musulmon bo'lgandan keyin o'zining badanida og'rib qolgan bir og'riqning borligini shikoyat etib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishiga kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Osmonga mundaq degan: "Ba yadaka alallazi ta'lam min jasadika ve kul bismillahi thalathan." Sen qo'lingni sening badaningdan og'rib qolgan joyi qo'ygin ve 3 qitim bismillah degin ve qul sab'a marratin a'udhu billahi ve qudratihi min şerri ma acidu ve uhazir ve 7 qitim mundaq degin: Allah özleri bilen ve özlerinin kudretleri bilen men uçurgan ve men hazır eylevatkan çıkdımı bismillah deyişqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem talim bergen. İbn Mace, Tirmizi, Osman ibn Affan radiyallahu anhu'dan rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen: her günü etdigende ve her günü keşte Bismillahi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis sema ve huves semiul alim deb 3 qitim deydigan bandalar burada ekan, bu 3 qitim mushu duani o'qib Allohga yig'ingan har qanday musulmon bandiga hech narsa ziyon sololmadi dedi. Ya'ni ma'nosi Allah Subhanahu va taolaning ismi bilan Allah Subhanahu va taolaga sig'inamanki, Allah'ın ismi bilan hech narsa yer sharida ve asmanda hech narsa ziyon yetkazolmaydi. O Allah o'ziga yelinib duo qilg'uchining, o'ziga yelinib tilak so'rg'uchining tiligini anglab turg'uchi, hamma ishni bilib turg'uchi degan bo'ladi. Yana yatachaqda uyquga bosh qo'yachaqdimi bismillah deyishqa buyurgan. İmam Bukhari, İmam Müslim, Cabir ibn Abdullah raziyallahu anhumadan rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Qachon kecha qarong'ulik bilan kirib, sizlar kashasanglar, ballariinglarni uyga yig'inglar. Shayton shu kashqulun vaqtida atrofga tarqaladi. Qachon kechidan 1 soat ketgan vaqtida sizlar ballariinglarni ayrım özünün yataklarına ekiringlar, işiklerini takanglar, Allah Subhanahu ve Taala'nın ismini sözlanglar, Bismillahirrahmanirrahim danglar. Hakikaten şeytan takalgan işikni açalmaydı. Ve tulumlarınlarınki ağızlarını itinglar ve Allah'ın ismini sözlep Bismillahirrahmanirrahim danglar. Kaçılarınlarının ağızlarını yapinglar. Allah'ın ismini sözlep Bismillahirrahmanirrahim danglar. Allah Subhanahu ve Taala'nın ismini sözleş arkalık şu yukarıki öy işideki narsalarga ziyan yetip qilishdan saqlaninglar. Sizlarning chiroqlaringlarni o'chiringlar. Yana öyden chiqqan chaqda
va uy kirgan chaqdimi Bismillahirrohmanirrohim deyishni ta'lim bergan. Abu Davud Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: bir odam uydan chiqqan vaqtida Bismillahi tavakkaltu alalloh la havla va la quvvata illa billah deb shundaq desin. Shu vaqtda Alloh taolo tarafidan dildiki hidoyat berilding. Sana Allah o'zi kifoya qildi. Sen Allah tarafidan saqlanding deb shundaq deydi. Shaytonlar o Bismillahirrohmanirrohimni o'qib uydan chiqqan kishidan yiroq turdi, o'zini chetga oladi dedi. Ya'ni Bismillahi tavakkaltu alalloh, Allah subhanahu va taoloning nomi bilan boshlayman. Allah subhanahu va taologa tavakkul qildim. Yaxshilikqa ega bo'lish, yaxshilikqa kuch tepish faqat Allah subhanahu va taoloning qudrati bilan bo'ladi. Muslim ibn Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki mundaq deganlikdan olgan: bir odam uyga kirgan vaqtida Allah subhanahu va taoloni uyga kirachig'ida va taom yachig'ida Bismillahirrohmanirrohim deb zikr qilsa, shayton dediki: la mabita lakum va la isha'a. Sizlarga bu uyda qonishinglar, ya'ni sizlar shaytonning a'zolariga bu uyda qonishinglar va bu uyda kashtimaq qilishinglar cheklandi deb shaytonning raisi o'z a'zolariga shunday deydi ekan. Qachon uy kirsa Allah subhanahu va taoloni zikr qilib Bismillahirrohmanirrohim demasa, shaytonning raisi adraktumul mabita, sizlar qonadigan uyni topdinglar, qonadigan uyga erishdinglar deydi ekan. Qachon Bismillahirrohmanirrohimni o mu'min tamoq yegan chaqda demasa, shayton adraktumul mabita val isha, sizlar qonadigan uyni va yeydigan kashq tamoqni topdinglar, qonadigan uy kashq tamoqqa erishdinglar deb shundaq deydi degan. İmam Müslim Cabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilib, Cabir ibn Abdullah Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganlikdan olgan: bir odam uyga kirgan vaqtida Bismillahirrohmanirrohimni uyga kirgan chig'ida va taom yegan chig'ida so'z esa Bismillahirrohmanirrohim desa, shayton la mabita lakum va la isha, shaytonning raisi o'z a'zolari bo'lgan shaytonlarga sizlar uchun bu uyda qo'nish, bu uyda kashk tamoq yeyish cheklandi deb o'z a'zolariga shunday deydi. Qachon bir odam uyga kirgan chog'da Bismillahirrohmanirrohim demasa, shayton o'z a'zolariga sizlar qonadigan uyni topdinglar, qonadigan uyga erishdinglar deydi. Qachon o mu'min odam uyga kirgan vaqtida o'zining taomini yegan chog'da Bismillahirrohmanirrohim demasa, shayton o'z a'zolariga qonadigan uyga va kashf tamoqqa erishdinglar deb shundaq deydi degan. Yana uloqqa mingan chog'da, mashinaga mingan chog'da, aeroplanlarga mingan chog'da, paraxotga mingan chog'lardimi, paraxotga chiqqan chog'lardimi Bismillahirrohmanirrohim deyishimiz lozim. İbn Habban al-Rizallohu anhu rivoyat qildi. Al-Rizallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki af'al bo'lgan amaliy qiliq sunnatidan hikoya qilib dediki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uloqqa mingan vaqtida mundaq deydi: Bismillahi alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana haza va ma kunna lahu muqrinin. Sura Zuhruf 13-oyat. Allah'ın namı bilan başlayman. Allah'a hamısını aytaman. Bizga bu minadigan ulag'ini qolay, oson
ko'ndirib bergan ulug' Allohga poklik xos. Biz Allah subhanahu va taala bu uloqni bizga ko'ndirib bermagan bo'lsa, bu uloqqa bo'ysundirib yaqin kelaligicha egi bo'la olishadin bo'lmaydiq deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mushu duoni o'qitdi. Yana tamoq yeganda, ishimlik ichgandimi Bismillahirrahmanirrahim deyishimiz lozim. Bismillahirrahmanirrahimninki ikki turlik hukmi var. Birinci hukmi, biz Bismillahirrahmanirrahimni her qandaq bir nimetning oldiga kelgan vaqtida deganimizning o'zi bu nimet Allah subhanahu va taoladan kelgan. Bu taam Allah taolaning 99 ismlaridan birisi bo'lgan rizq beruvchi degan ismni mush rahim qilg'uchi degan ism o'zi olgan bo'lib, mush rizq berguvchi, rahim qilg'uchi degan sifat bilan bizga bergan. Bu Allah'ның nimeti, Allah Teala'nın nimetinden bu rızık bizi kelgan deganlikni bildirdi. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah "Evelem yarav enna halaqna lahum mimma amilet eydina en'amen fehum leha malikun" Suriyasın 71. ayet. Ular qarab bakmamdı. Hakikaten biz ularga yaratıp berdik. Bizning qo'llarimiz, ya'ni bizning qudratimiz ishlagan narsadan charomallarni. Ular o charomallarga ega bo'lishdir deb suriyasining 71. oyatidagi, demak, har bir bizning oldimizda biz erishgan barliq ne'matlar Allah subhanahu va taolaning bizga berilgan, Allah tarafdan kelgan ne'mat ekanligini uqtirdi. Masalan, bir jamsuni ichgan vaqtimizda Bismillahirrahmanirrahim deyishimiz, shundaqla biz ichayotgan shu su to'g'riliq tafakkur qilishimiz kerak. Biz ichayotgan mushu bir stakan suning bizning oldimizga kelishida Allah subhanahu va taala dengizlarni qizitib, dengiz suyini parga aylantirib, havoga chiqarib, havoda Allah subhanahu va taala uni so'g'itib, sular parla toplamini havoda to'plab, uni shamol orqali suga ehtiyojli bo'lgan ziminlarga apirib yog'dirishdan iborat bo'lgan ana shundoq nurg'un intifatlarni, nurg'un rahmatlarni Allah subhanahu va taolo bizni qildi. Hamdaqla biz yaratgan har turli uzuqliqning hammasi Allah subhanahu va taolo apargan shu yomg'ir suvlari yoki Allah subhanahu va taolo iqtib akappagan har turli sular yoki yer qatlamlarida Allah subhanahu va taolo sifat saqlab bergan va ambarlarni saqlab bergan sularning bizga Allah tarafdan bo'lgan iltifot tufaylidan shu ziraatlar, shu yomg'irlar yoki sular bilan sug'urilgandan keyin oldimizga biz yaratgan barliq yemekliklar va biz yaratgan barliq meva-chevalar bizning oldimizga hozirlanganligini tafakkur qilishimiz kerak. Masalan, bir paraxut dengiz ustida safar qilib minayotgan holatda dengiz to'lqinlari tufaylidan paraxut o'rilib ketib, ustidagi odamlar kichik kiyimlarga chiqib dengizdan o'z panohlanadigan bir qirg'oqqa yetmoqchi bo'lsa, shu dengiz ustida turib ussiz qoladi. Nimishqa? Dengiz shuncha cho'ng turib, ham qurg'uliqninki 5dan 4 qismi dengiz, yer sharining 5dan 1 qismi qurg'uliq, 5dan 4 qismi dengiz turg'uliq, dengiz ustida turib shu kiyimiga chiqqicha ussiz qoladi. Chunki dengiz suvi tuzli bo'lg'achqa uni Allah osmonga achiqib, parga aylantirib, ana shundoq yomg'irga aylantirib berganini ishalaymiz. Yoki uni tahlil qilib, biz ayirib suzuk suga ayiradigan uskunlar orqali ayirganda ishalaymiz. Demak, Allah subhanahu va taolaning bizning oldimizga biz suv ichgan vaqtida bizga qulay qilib akilib bergan yomg'ir suyidan aylangan ana shundoq dengiz suydan ayrilgandan keyingi har turli quduq suvlari va shundoqla va ayrilgan, tahlil qilingan, ishlab chiqarilgan sular va har turli sularning oldimizga kelib biz shuni o'stanglar
va ambarlardan akilib ishgan vaqtimizda shu bizningki uyimizda suv turbalar orqali bizga kelgan suvninki biz ichgan bir istakan suvning biz uchun Alloh taolo bergan cho'ng ne'mat ekanligini bilishimiz va bu ne'mat to'g'riliq tafakkur qilib Alloh subhanahu va taologa shukr aytishimiz kerak. Bismillahirrohmanirrohim bilan başishimizning lozimligining birinchi asosi Alloh subhanahu va taoloning hamma shayga mehribonlik qilganligi, insoniyatga amaliyotda mehribonlik qilayotganligidan iborat bo'lgan, hammaga mehribonlik qilguvchi, amaliyotda rahim qilguvchi, mehribon shafqatlik Alloh taolo ekanligini bilishimiz va Alloh taologa shukr aytishimiz, Allah subhanahu va taologa hech narsani shirik keltirmay, yolg'iz Allohga qo'shilib qilishimiz va shundaqla yer sharidagi nurg'un jahil, nurg'un nadon, nurg'un kufr shirkka cho'qing'ichi har turli kofirlar, butparastlar, dinsizlar va Allohga shirik keltiradigan xristianlar yoki yahudilar hammasi Alloh taologa shirik keltirib, har turli shirik keltirgan narsalarning ismlari bilan ish boshlagan bo'lsa, shu narsaga to'yinib turib o'zining ishiga yordam so'ragan bo'lsa, biz haqiqiy ishning egisi bo'lgan, hammani yolg'iz yaratquchi, hammaga o'zi parvish qilib rahim qilguchi faqat yolg'iz Allohga, yolg'iz Alloh subhanahu va taologa tayinib Alloh taolaning ismi bilan boshlaydiganligimizni, har qanday bir rizq, har qanday bir ne'matning faqat Allohning qo'lidan, Allohningki rahmatidan bizga kelganligini biz ishonganligimizdan Allohga shukr aytib, Alloh bilan boshlaydiganligimizni bildirish. Shu Alloh subhanahu va taolo Baqara surasininki birinchi sayfasida "Mimma razaqnahum yunfiqun" ular biz ularga bergan rizqdan chiqim qildi. Demak, bizning qo'limizdagi har bir rizq bizning emas. Mu'min biladigan birinchi ish bizning qo'limizdagi har bir rizq Allohning. Shunga mushu tabarak aparisining Tabarak surasida tabarakallazi biyadihil mulku ve huve ala kulli şeyin qadir deb barliq igdochilik uning qo'lida bo'lgan Alloh katta bo'ldi. O Alloh har narsani qilishga, har narsani yaratishga, har narsaga qodirdir deb ana shu oyatda har bir şeyning mulki, har bir şeyning igdochiligi Alloh subhanahu va taoloning qo'lida ekanligini bizga ogohlantirib, har qanday bir inson Qarun yo Fir'aun yo zolim kofirlardek bir şeyini o'zidan ko'rishkin bo'lmaydigan va har turli bu taykal mazama shayxlarga cho'qing'ishlarga o'xshash boshqa Allohdan bilak har qanday yolg'on ilohlardan, o'z to'qvagan yolg'on tosh, chalmikizak har xil narsalardan, bu taykallardan emas, balki Alloh subhanahu va taolodan hamma yaxshilik Allohning kelganligini mana shu Bismillahirrohmanirrohim deb ishni boshlaymiz. Bizga o'qitilganligini, ya'ni bu tavhidning asosi bo'lgan har bir ishni faqat yolg'iz Alloh subhanahu va taologa shirik keltirmay, Allohga xolis qilib cho'qinishimizdan iborat bo'lgan tavhidi uluhiyatga mush Bismillahirrohmanirrohim deganligimiz bizni ishondirganligini va bizni yetaklaydiganligini bildirish. Ham bu xalqaro jamiyatda Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik qilinib kelingandan keyin davri qiyomatgacha hamda butkul dunyoda har turli yolg'on ilohlar nomidan maydonga kelgan barliq yolg'on ilohlar nom bilan maydonga chiqadigan har qanday shirk kufr, har qanday shirk va kufri va uningki yo'l-yo'riqlari yo'qoladi. Hamda har qanday bir jamiyatda, har qanday bir ishda mehribon Allohning, shafqatlik Allohning o'zi Qur'on hadisni tushirib to'g'ri bo'lgan programmaga, to'g'ri bo'lgan manhajga, to'g'ri bo'lgan yo'l-yo'riqqa yetaklagan Allohning hidoyati bilan boshlanadigan, Allohning hidoyati bilan hayot kechiradigan, Allohning hidoyati bilan jamiyat tuziladigan, Allohning hidoyati bilan davlat quriladigan, Allohning hidoyati bilan dunyo yangi baxtga erishadigan bir davri Muhammad alayhisalomning agashtirib bo'lgan musulmon ummati bilan maydonga keladi deganlikni ham uqtirish. İkinci ma'nosi Bismillahirrohmanirrohim bilan boshimizda Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlash Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamga agishish, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sunnatida ching turib Alloh boshlagan program bilan ish qilish uchunmi Bismillahirrohmanirrohim deymiz.
İmam Buxoriy, Imom Muslim Umar ibn Abi Salamdan rivoyat qilgan hadisda Umar ibn Abi Salam mundaq degan: "Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning biqishi, himoyasidagi bir yosh yigit edim. Mening qo'lim ligan qochlarga u yoqdan bu yoqqa qalaymaqan qo'l uzturib yuratdi. Payg'ambar sallam dedi ki, yigit, Samillah, Bismillah degin. O'ng qo'ling bilan yegin. Va kul bi yaminika. O'ng qo'ling bilan yegin. Va kul mimma yalik. Yeningdagi joydan yegin deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana shu 3 xil sunnatni davr qiyomatgacha musulmonlarga diniy sunnat, ijtimoiy axloq qilib buyurdi. Birinchi qilib tamoq yegan vaqtimizda tamoq Allohdan kelgachga egisi Allohga shukr aytib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga erishib bismillah deyishimiz. Shundaqla oilamiz, jamiyatimizga, butkul musulmonlarga bismillah deyishni o'rgatishimiz lozim. Hozir shu tamoq yegan yoki jamiyatdagi o'rin, so'rin har xil maydonlarda bulapmı o sorun maydonlar yo'g'ilgan siri Allohning rizqlari shuncha kangri bo'ladigan maydonga aylangan siri ko'pincha bismillah dile deb birsi-birsiga digilolmaydigan, hatto asli tutma qo'yilmaydigan bunda sharoitlar, bunda bir yomon vaziyatlar bizga hamroh bo'lmoqda. Fir'avnlarning, zolimlarning yig'ilishini nim bilan bo'ladi? Ularning yig'ilishini raisini, zolim kattibishini maqtash bilan bo'ladi. Bizning yig'ilishimiz avvalan aşı yemakchi bo'lgan, yevatgan rizqimizdan tortib har bir ishimizda bismillah deb Allohga shukr aytish bilan Allohni maqtash bilan bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz musulmonlar jamiyatini, bo'libmi Uyg'ur musulmonlari azaldan tortib islom axloqiga, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga tabiiy Allohning iltifotini amal qilib kelgan musulmonlar biz. Shuning uchun biz har vaqt bismillah deb tamoq yeyishga ahamiyat berishimiz lozim. Ikkinchisi, o'ng qo'ldan yeyishga ahamiyat berishimiz lozim. Bolalarimiz, avlodimiz tadrijiy vatan ishida Xitoy kommunistlarininki har turli tajovuzchiliklari, zo'mgarlik bilan o'ng qo'ldan tamoq yeyishdan mahrum qolmoqda. Chet ellarda ba'zi Yevropaliklarga ergashib, chap qo'lda tamoq yeydigan ahvollar shakllanmoqda. Bir musulmonning o'ng qo'lda tamoq yeb o'ltirayotganligi niroqdan qarayotgan bir odamga, o kishi ya o bola, ya o xinim, ya o qiz Allohning quli ekan, islomning amaliy vakili ekan deganlikning ifodasi bu. Oddiy bir ish emas bu. Shuning uchun musulmon qarindoshlarimiz bir musulmon o'ng qo'ldan shundoq tamoq yeb bismillah deb tamoq qo'lini sunganligi islomning shuari o. Ba'zi o'zi bizning ko'zimizga kichik ko'rinadigan sunnatlar bo'lgan bilan u islomda cho'ng shuar bo'lgan, muhim bo'lgan sunnat bu. Shuning uchun tamoq yegan vaqtimizda o'zimizning avlodlarga, qarindoshlarga o'ng qo'ldan tamoq yeyishga ahamiyat berishni talab qilishimiz kerak. Yana yenidan oldin yeyish masalasimi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 1400 yil burun dunyo insonlarga shundoq go'zal bir axloqni o'rgatgan. Hozir har sapolik jamiyatlar, har sapolik davlatlar da'vo qilayotgan sapodan ilg'or bo'lgan, amaliy bo'lgan bir go'zal axloq chiqadi. O'zininki yan tarafidan yeyish orqali ham suhbatdorlarga aziyat bermaslik, o'ziga har bir qochida taqsim qilinganni yeyishdan iborat bo'lgan go'zal axloq. Mana bu mu'minninki qanoatchan ekanligi, mu'minninki go'zal axloqga ega ekanligi, mu'minninki o'zaro birsi-birsiga ijtimoiy qarindoshlik, ijtimoiy hislashishga rioya qilganligidan muxturdir. Yana tamoq yeyishdagi sunnatlardan Ka'b radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Haqiqatan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining 3 barmoq bilan yeydigan bo'lgan. Tamoq yeb bo'lgan vaqtida barmoqlarini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shumirib o'tadi. Buxoriyning hadisida Abu Juhayfa radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
mundaq degan: "La akulu muttakiyan." Men yo'linib turib tamoq yemayman degan. Demak, yo'linib turib tamoq yemay, rus o'ltirib, chiroyli o'ltirib tamoq yeyishmi? Bu sunnat. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan İbn Habban Abi Said radhiyallohu anhu rivoyat qilib, haqiqatan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir odamni qochiga tinishdan to'sab deganki: "Abnil qadaha anfika." Sen qochini og'zingdan yiroq qil dedi. Demak, bu hadis 1400 yil burun so'zlangan bo'lib, hozirgi zamondagi ilm-fan tibbiy sog'lomlik kashfiyotida shu oshkor bo'ldiki, suv ichgan odam suv ichgan qochiga tinsa, odam badanidan targ'an mikrob suvga kirib ketganligi, suvga aralashib ketganligi bu jigar kesirining insonga paydo bo'lishiga sabab bo'lganligi oshkor bo'ldi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohning bildirishi bilan suga suv ichgan vaqtida suv ichib bo'lib, yana bir qitim suv ichishning orlig'ida suga tinmaslikqa, suga tinib ichmaslikka buyurgan. Suni bir qitim suv ichib, yana bir qitim suv ichishning orlig'iga suga tinib ichishdan cheklagan. Yuqorqi darslardan shu ayon bo'ldiki, Bismillahirrohmanirrohim deb har bir qilmoqchi bo'lgan ishimizda Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlaganligimizning o'zi ikki xil hukmni bildirganligi. Birisi Alloh bergan har bir ne'matda tafakkur qilib, Alloh subhanahu va taologa haqiqiy hech narsada shirk keltirmay qulchilik qilib Allohga shukr aytishimiz. Yana birisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga uyg'un amal qilib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki sunnati shariatga, islom yo'liriqlariga, islom ta'limotlariga agishganlik. Yana Bismillahirrohmanirrohimni namozda yoki namozning sirtida sura Fatihani yoki yana Bismillahirrohmanirrohimni ikki o'rinda so'zishimiz muhim. Buning birinchisi, har qanday bir Qur'oni Karimning suralarini boshlagan vaqtimizda namozda bo'lsin yoki namozning sirtida Qur'oni Karim tilovat qilgan bo'lsin, namozning ishida turib Qur'on o'qigan bo'lsin, Bismillahirrohmanirrohimni o'qishimiz muhim. Namozning ishida o'qigan vaqtimizda Abu Hanifa rahimahullohning mazhabida maxfiy o'qish yaxshi. Yana xat yozgan vaqtimizda Bismillahirrohmanirrohim deb yozishimiz lozim. Buning dalili Alloh subhanahu va taoloning bunu so'zi. Estağfirullah. İnnehu min Süleymana ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten o xat Süleyman aleyhissalatu vesselam'dan yazılan xat. Hakikaten o xat Allah'ın mehriban şefkatlik nam bilen yazılgan. Suremde 30. ayet. Dep mana şu ayette Bismillahirrahmanirrahim bilen Süleyman aleyhisselam xat yazgaçqa her qandaq bir xatni bulapmı devlet ara muhim bo'lgan xatlarni Bismillahirrahmanirrahim deb yozishimiz lozim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining Rum podshosi Haraqliga avatgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining Rum podshosi Haraqliga avatgan xatini Bismillahirrahmanirrahim bilan boshlagan. İmam Buxoriy, İmam Muslim, Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq yozgan: Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi ila Hiraqli azimir Rumi. Selamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd. Aslim taslim. Yu'tikallahu ajraka marratayn. Mehriban şafqatlik Allohning nomi bilan boshlayman. Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yozilgan xat Rumning kattasi Hiraqliga. Salam hidoyatga ergashgan kishilarga. Ammo maqsad Müslüman bo'lgin, dünya ahiret selamet bo'lsan. Sana Allah senin ajringni ishqitim birdi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki pok bo'lgan, ulug' bo'lgan sunnatlaridan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiliqlarining har qandig'ini Bismillahirrahmanirrahim bilan boshlaydi. Biz shuning uchun
har qandaq bir kitob yozgan vaqtida, har qandaq bir yaxshi ishni qilishga yuzlangan vaqtimizda cho'qim bismillahirrohmanirrohimni deyishimiz lozim. Ajab hayron qirarligi ba'zi kitoblarni beshiga bismillahirrohmanirrohim yozdi. Lekin u kitobning oyog'idan chiqadigan, ishidan chiqadigan masalalar Allohning diniga qarshi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga qarshi ozg'un xato so'zlar yozilgan, ozg'un xato fikrlar o'ttirib qo'yilgan shundoq kitoblar maydonga chiqmoqda. Shuning uchun bismillahirrohmanirrohim bilan boshlangan shundoq boshlangan kitoblarning hammasi Allohning so'zi, Qur'oni Karimning ruhiga, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning so'zi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning pok sunnatlarining ruhiga uyg'un yozilgan vaqtda andin bismillahirrohmanirrohim bilan yozilganga muvofiq uyg'un bo'lgan bo'ladi. Shunga o'xshash har qanday bir ishda bismillahirrohmanirrohimni beshiga keltirib yozgan yoki qilgan ish bo'lsa, yoki bismillahirrohmanirrohim bilan boshlagan har qanday ish bo'lsa, Alloh taolaning buyrug'iga uyg'un, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga uyg'un qilishga ahamiyat bersak, andin bismillahirrohmanirrohimni haqiqiy qalbimizdan amaliy bo'lgan tasdiq bilan degan bo'lamiz. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo o'zimiz mehribon, shafqatli Allohning nomi bilan boshlayman deb og'zimiz qalbimizdan shinib turib chiqargan mushu mehribon, shafqatli Allohning nomi bilan boshlanganlik aqidamizga uyg'un, Allohning so'ziga va Allohning payg'ambarining sunnatiga uyg'un amal qilg'ili, uyg'un ish qilg'ili nasib qilsin. Dunyodami, oxiratdami qilgan ishimiz Allohning oldida maqbul bo'ladigan, oxiratda ajr va savobga erishadigan riyosiz, nifoqsiz, xiyonatsiz, shariatga qarshi bid'atsiz ish bo'lgan nasib qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.